Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Xonadonlaringiz fayz baraka, o'zlaringizga tinchlik, xotirjamlik tilab, bugun bir ozgina video qilaylik dedik. Bugun kunga 2025-yil 25-may haftaning kuniga yakshanba ekan. Mana men boqayotgan molimni bir ko'rsatib qo'yay dedim obunachilarga. Golishten mol bu. Gollandskiy Golishten. Bu yil mana 3-yil bo'ldi. Bu molni boqayapman. Mana. Ama ko'p yeydigan bu mol, ancha yil. Undan ko'ra oddiy o'zimiz hashaki mollarni boqqan yaxshimikin yoki Golishtenni boqqan yaxshimikin deb o'zim bir xulosa qilsam, o'zimiznikilar ham yaxshi ekan. Buni mana 3 yil bo'ldi boqqanimizga. O'zimiznikilarni boqib 1 yil, 1,5 yilda sotsangiz ham yaxshi daromad qilsa bo'lar ekan. Bu ham yaxshi, yomon emas, Xudoga shukr. Bu yer mana atala qiladigan qozonim. 40 litrlik qozon. Shunda mana atala qilib beraman. Atala deyilmaydi, atala deyilsa ham bo'lar, atala deyilmasa ham bo'lar, nihoyatda qo'yiq bo'ladi meniki. Mo'za po'chaq, kunjara, makka yorma, bug'doy yorma degandek sho'lxa aralashtiraman hammasiga mana bularga. Bunga aralashtirib mana shu holatda beraman. 20 litrini ertalab, 20 litrini kechqurun. 20 litr emas, kilo desa ham bo'laveradi. Yarmini dedi, endi shu 40 litrli qozonni yarmini mana bunaqa bo'ladi. Qo'yiq nihoyat. Uning ichida hamma yo'q bor. Sho'lxa ham bor, kunjara ham bor, makka yorma ham bor, bug'doy yorma ham bor. Ammo bu molni to'ydirish qiyinroq ekan ama. Ko'p yeydi nihoyat. Munchaga to'ymaydi. Xo'jaliklarga ozgina qiyinroq ekan buni boqish. Katta fermalar bo'lsa, ular boqsa bo'lar ekan, lekin men uchun shunaqa bo'lsa kerak, shu o'zim boqib ko'ryapman mana, lekin xo'jaliklar sal qiynalib qolar ekan. Ko'p yeydi nihoyat. Unchaga to'ymaydi. Bo'ylari 1.60, 1.65 kelsa kerak. Videoni davomida mana chuvalchang boqayotgan joylarimiz. Bu yerda 100 kvadrat joy bor. Bular mana chuvalchanglar endi ishlashyapti. Kuzda yig'ishtiramiz endi Xudo xolasa. Sentyabr, oktyabr oylariga borib buyagi muslarni yig'ishtiramiz. Bu yer yana bir chuvalchang boqayotgan joylarimiz. Mana salqin joylar, yong'oqlar, o'rikzorlar. Men yerni mana o'rab qo'yganman. Bu ikkitasi o'ralik. Bunga yangi go'ng soldik bu ikkitasiga. Bularga yangi go'ng soldik. Bular hali o'ralmadi. Endi somon bilan o'rab qo'ysak kerak endi undan buyog'iga. Chuvalchanglarni ham bir ko'rib qo'yaylikmi? Ancha bo'ldi bularni ham ko'rmaganimizga qani. Bismillahirrohmanirrohim. O mana chuvalchanglarni juda ishlashyapti ekan. Mana bu chuvalchanglar.
Bari bular mana tuxumlaydigan joylariga kelgan rosa mana. Juda yaxshi ishlashyapti. Anchalar buyog'imiz tayyorlab qo'yibdi bular. Qanchalik qorong'ilik qilib bersa, shunchalik bular yaxshi ishlashadi. Shuning uchun ustini yopib qo'yganmiz. 80% buyog'imiz bu bo'pti berilgan mana. Bu chuvalchang boqayotgan mana 3-joyim. Bu yer o'zi gilos bog'ida. Giloslar yaxshi hosil bermay qoldi. Qurib qolyapti. Mana bittasini yiqitdik. Yana bir ikkitasini olib tashlaymiz. Gilos bog'lar juda meva, valovoy sersalar juda kam hosil qilyapti. Dona. Endi yangi navlar eksak kerak bu yerlarga. Hozircha chuvalchang boqib turamiz bu yerlarda. Mana buyog'imiz shu bog'da 1 tonna buyog'imiz qoldi. Qolganlarni sotib tugatdik. Mana yangi joylar bular. Mana bu yana bitta joyimiz. Mana yangi go'nglar solib qo'ydik. Chuvalchanglar mana ishlashyapti. Bu ham bitta bioreaktorimiz. Mana bu katta gilos ham mana qurib qoldi. Yonidagilar juda kam hosil. Bularni olib tashlaymiz, valovoy sersalarni endi o'tin qilib. Mana bu ham bir dona ham qilmadi. Katta shox, katta o'zi. Tanas katta, kam hosil nihoyatda. Endi bularni olib tashlab yangi bu yil xudo xolasa Namangandan yoki Quvasoydan yangi gilos ko'chatlarni olib kelib ekmoqchimiz xudo xolasa noyabr oyiga.